Bu shahar juda g'alati jim ekan. Go'yo bu yerda kimdir yashagandek. Lekin hammasi tashlab ketilgan. Bu yerda nimadir yashiringan. Men buni his qilyapman. Nimadir meni chaqiryapti. Bu qanday ovoz? Kimdir bormi u yerda? Bu joy menga yoqmayapti. Lekin ortga qaytmayman. Sandiq? Bu yerda nima qilyapti? Juda eski ko'rinadi. Voy. Bu oddiy buyum emas. Yonayaptimi? Nima bo'lyapti? Bu sehrlimi? Menga yaqinlashyapti. Balki bu menga kerakdir. Men seni olib ketaman. U kompasni topdi. Nihoyat. Kompasni bizga topshir. Bu oxirgi ogohlantirish. Yo'q, bu kompasni bermayman. Bu endi meniki. Qochishim kerak. Tezroq, Miko. Ular juda yaqin. Yiqilmasligim kerak. Yo'q. Kompas. Nega bu yerda kuchayib ketdi? Bu haykal nimani yashiryapti? Eshik ochildi. Demak, yo'l shu yerda. Juda qorong'i. Lekin ortga yo'l yo'q. Bu tonnel tugamaydiganga o'xshaydi. Nima? Yer yorilyapti. Men qayerga tushdim? Bu joy juda sirli ekan. Kompas tobora kuchaymoqda. Belgilar yonmoqda. Bu yer uyg'onyapti. Sen nihoyat yetib kelding. Kompas seni tanladi. Sen kimsan? Bu joy nima o'zi? Kristal uyg'ondi. Endi ortga yo'l yo'q. Yer qimirlashyapti. Bu joy qulaydi. Qum maxluqi uyg'ondi. Kristal uni chaqirdi. Shahar xavf ostida. Men nimadir qilishim kerak. Men qo'rqmayman. Men buni to'xtataman. Menga yordam ber. Iltimos. Bu qanday kuch? Hammasi tinch edi. Sen buni uddalading. Shahar yana uyg'ondi. Kecha bu shahar qorong'i edi. Bugun esa hammasi o'zgardi. Ba'zan kichkina umid ham hamma narsani o'zgartirar ekan. Biz uzoq vaqt qo'rquv ichida yashadik. Sen esa bizga yorug'lik olib kelding. Men avval o'zimni oddiy mushuk deb o'ylardim. Lekin haqiqiy kuch qo'rqmasdan oldinga yurishda ekan. Har bir yakun
yangi yo'lning boshlanishidir. Demak, safar hali tugamabdi. Bu belgini avval ko'rmaganman. Kompas menga yana nimanidir ko'rsatmoqchi. Oldinda yana sirlar bor. Men qo'rqmayman. Chunki endi yolg'iz emasman. Yangi sarguzasht boshlanmoqda.